Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozir bizda yangi tochka keldi. Restoran, kafe, odam ko'p yig'iladigan bog'larga bemalol qo'yishga. U7 outdoor. Kattalik ko'rasizlarmi? Ulichniy. Hozir buni test qilamiz. Qanday qanchalasini yetib oladi. Pukovkasidan tochkani o'zi, ikkita antenasi, krepini qottiradigan yo'llari, ikkita xamut. Yerda outdoor qana bir ko'cha tekshirib ko'rish, qancha sensitivni yetib olsan, yetib borar ekan. Sensitiv test ko'radi. Mana shu peshin ancha bir 100 metrdan oshishsa kerak. Hozir ikkinchi telefon yo'q, bo'lmasa ko'rsatdim. Hozir отдельно shuncha skorost tekshiraman. Вообще ishonib bo'lmaydigan darajada bo'lyapti hozir xullas. Spitani davom ettiramiz. Narkologan ro'parasiga yetib keldi. Demak, ko'chani biladiganlar bildi o'sha qattaligimni. Hamasini test qilaman. Tak, xatgacha yetib keldi. Narkologan darajasidan yana bu yoqqa bir 15 metrchami o'tdi shekilli, 20 metrcha chiqmasa. Do'kon qarach ko'rinmay qo'ya qoldi. Hozir ham test qilamiz. Mana shu oxirgi tochkan bo'lsa kerak. Tak, yetganimda shu oxirgi tochkaga. Tak, obzorimiz chestni bo'lishi uchun endi bu hozir qarab turgan bo'lsa, orqa tarafidan qanaqa olish uchun men bu yoqqa qarab yuboraman. Endi orqasi bo'lmayapti, sal kirayroq bo'lyapti. Tochkamiz turishi sal kirayroq bo'lyapti. Bu yoqqacha qattiqcha urib berar ekan. Hozir bu yoqda ham ancha uzoqlashib ketib qoldi. Katta magazin. Katta уже. Bu yoqda mana ko'cha, Aziz Narodov Promax do'kon. Hamasini tez ko'rsatuvchi do'konga ko'rinmayapti ham bo'ladi. Rossiyani ko'rsatilgan 80 metr cho'ziga 80-70 metr. Tak, orqaga qaytamiz. Yana bir 10 metrcha yurdim, 15 metrcha yurdim. No, skorost o'sha 5, 6 megabit tushib qoldi. Shuncha u yog'ini o'zi ko'rsatmay anaqa qoldim. Shu o'z Rossiyani ham mana misol uchun normalniy katta Rossiyani o'tib qoldi.